Mana davom etaman. Mana rasvetkalar. Har xillari bor, любой. Voy, men bilan shunaqa chiroyli ochganda, shunaqa chiroyli. Men bilan eng yoqqani. Mana bejavoy bu rosa moda bo'ladi. Mana bu zanjirli. Mana buni qaranglar chiroyliligini. Mana buni qaranglar chiroyliligini. Mana buni qaranglar, mana bordovoy boyagi bordovoyimga mosligini. Buni endi ochganda chiroyli rangi. Hozir bu yerda xira bo'lib turibdi-da, chunki paketini o'zi xiraroq. Hozir ochib ko'rsataman. Paket salfan ancha xira qilib turadi-da, baribir. Hammasida ham mana qaranglar. Juda ham chiroyli narsalarimiz kelgan. Xullas, ro'mollar narxini aytaman. Ro'mollar 150 mingdan. Yana bitta ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bor. Mana bu shirstinoy 2 qavat. Bu bo'yinga boylaydigan paltolarni, trenchlarni ustidan tashab qo'yadigan sharf. Hozir o'zim tashab olay, bittasini ko'rsataman. Oynaga qarab. Mana bunaqa narsa, mana. Bu pidjaklarning ustiga tashab olsanglar ham bo'ladi. Mana qilib tashlasa ham bo'ladi, lekin ro'mol emas. Qo'lim ko'rinib ketdi. Lekin ro'mol emas. Bu sharf juda chiroyli turadi taqqanda. Kiyimlar bilan ayniqsa qishda paltolarning ustidan. Yana nimalarni ham hozir moda bo'ldi. Bellaga boylash ham, kostyumlarni bitta tarafidan tushirib qo'yib, mana bunaqa keng qilib, ustidan nima boylash, poyez, remень boylash. Mana bu ham 150 mingdan qizlar. Juda ham har xil rasvetkalari bor buni ham. Hozir rasvetkalarini ko'rsataman. Mana qaranglar, qancha rasvetkasi bor. 10 xil, 12 xil rasvetkasi bor. Xullas qizlar, yangiliklar ko'p. Kelasizlar.